Do'stlar, bugun mana Shohidon mol bozoriga kelganmiz. Hayvonlarni sizlarga xudo xolasa narx-navosi bilan tanishtiramiz. Nech pul bo'pti? 7 million. Bu bo'lsa 7 million so'm mana. Aka nech pul bo'ldi? 56. 56. Aka qo'ziroq nech pul bo'ldi? Bu 3 million 200. Urg'och a? Qo'chqor ekan-a? Pul bo'lsa 3 million 200. Aka nech pul bo'ldi bu? 12 bo'ldi. 12. Qo'najincha. Bo'ylari 1 metr atrofida. 8 million. Qulluq bo'lsa 8 million bo'pti mana. 32 million 300 ga berishmayapti mana shu qo'naji ikkita qo'najichani. Bo'ylari 1.10 yuqori. 14 ga baho bo'lyapti mana shu qisirimiz. Berishmayapti 14 ga. Nega ishlayapti? Ishlab qo'ymaydi. 14 millionga berishmayapti. Yana bola narx bo'lyapti mana. Bolasi bu qancha ekan? 23. 23 ga berishmayapti mana shu. Shohidon mol bozorida sog'in mol. Odam juda ko'p. Bu ham narx bo'lyapti. 23 ga berishmayapti buni ham. Birinchi, ikkinchi tug'uq bolasi. Bolasi urg'atchi. Hoy. Bak ko'chaga sizadi. 34,5 ga bo'lgan mana. Buqamiz. 34,5 bo'ldi. Taroziga bo'lyapti mana. 800 kilo osh chiqsa kerak. Hech puldan bo'ldimi? Aka 70 mingdan taroziga qo'yib berishyapti akalarimiz. 41. 741 kilo chiqdi. 70 mingdan mana shu buqamiz. 70 mingdan 741 kilo. Nech pul bo'pti? Sotib oldi. Qaytdi. 68 mingdan mana shu ikkalasini berishmabdi. Akalarimiz. Narx bo'lyapti mana. Tavakkal bering. 68 mingdan. Shu nima mana qo'shib ketib beraylik. Binoda chaqirib berasiz. 700 kilo oshiqroq. Qancha bo'ldi bu? Tarozilar. Chiroyli buqalarimiz. Taroziga ketyapti hozir. Semiz xunajinlar. Savol. Xunajinimiz pul bo'ldi. Nech pulda bo'lyapti bu? 22 million 300 ga bo'lyapti. 22 million 300 ga berishmayapti. Xunajin. Semiz xunajinlar. Semiz xunajin. 26 ga baraka bo'lgan xunajinimiz. Mana. Qancha bo'ldi o'shda? Chiroyli narsa ekan. Baho bo'ladi. Qo'yavering, aka kerak. Yo'q, faqat aytmanda, yo'q. Nech pul berdi tog'a? Bilmayman qancha berishini. Yo'q, qo'shimlar beraman. Nech pul berdingiz aka? 22 million 100 ming bo'ldi. 100 ming. Boshqalardan berishmayapti. 22 million 100 ming. Yaxshi narx bu. 31 ga berishmayapti mana shu buqani. 700 kilo atrofida chiqib qolsa kerak. 600 kilo oshiqroq. Nech kilo chiqib qoladi bu? 700 kilo oshib chiqadi? 700 kilo? Yo'q. 500 kiloga chiqadi. Mana. Shohidon mol bozori yuqoridan. Bugun ertaga Qurbon hayitligi uchun juda ko'p hayvon chiqqan, narx-navolar yaxshi. Chiroyli buqa ekan mana shu. Shohidon mol bozori mana. Bozorga tuya chiqibdi mana, tuya. Tuyani ham hozir narx-navosini bilamiz. Mana bir dona tuya chiqqan. Shohidon mol bozori bugun 26-may. Ot bozorlari ham juda chiroyli ekan.
Mana Shohida mol bu juda katta. Istagankadan muammo yo'q. Bemalol kelib. Mana Necha pul bo'ldi? 62 dan bo'pti, o'sh qo'chqorlar. Necha pul bo'ldi? Mana Shopir akalarim olib ketishyapti. Aka, ola necha pul bo'ldi? 18,5 xonajin so'ygani. Bo'ylari 1.20, 1.10 atrofida chiqadi. Bu necha pul narx aytibsizlar buni? 45 million. 45 million narx aytishyapti akalarimiz tuyaga. 45 millionga olgan bo'larmisiz? Qurbon hayitiga ko'pchilik katta oilada tuya so'ysa ham bo'ladi. 5-6 kishi, yana 7 kishidan yuqori bo'lgan insonda menimcha. O'shanga tuya ham chiqqan bitta. 1 2 3 uchalasi 69,5 ga berishmayapti akalarimiz. Hisob kitob qilaverasizlar. 69,5 dan berishmayapti. Bo'ylari 1.10 yuqori. Shu narxni olsin bilib beramiz shuni. Necha pul? 30 millionga berishmabdi mana shu to'qol buqani. Bo'ldi. Mana 15,5 ga sotilgan xonajinimiz. Yo'q, buqacha ekan. 15,5. 200 kilo, 150 kilo oshiqroq chiqadi bu. Yemasa ichmasa bir Bo'ldi. garantiya. Necha pul berdingiz aka? $1000 beryapti. Yo'q, buni narxi $1000 bo'lyapti. Aha. $1000 narx aytishyapti akalarimiz. Men baho qilyapti buni, ha. $1000 baho qilishibdi, akalarimiz berishmabdi. Chiroyli qo'chqor ekan. Aka, necha pul bo'ldi bu? 5 million 800 ming bo'ldi mana qurbonlikka qo'chqorimiz. Barakasini berdi. 76 bo'ldi mana boshqa qo'chqorimiz. Qurbonlikka chiroyli narsa ekan. Aka, necha pul bo'ldi bu? 27 bo'libdi mana o'z joyimiz. Ulug' bo'lsin.